Anca hozir Andijonda yarışimizda bir uylik sizlar tanishtirib o'tamiz. Ko'rib chiqamiz. Bu asosiy kirish qismimiz. Bu yerda kirganimizda katta hol bor. 730 ga 760 lik holimiz bor. Bu patologiyani qaqlab figura ishlayapmiz hozir. O't yegalarimizni yopishtiryapmiz. Bolalar chalashtirib tozalasam. Bitta kirganingizda o'ng bilan o'rtada bitta spalni xona bor. Yotoqxona. Bu xonalarni patologiya tuzilgan. Bu joyda ham bitta spalni bor. Shunday. Chiqqanimizda Hamma usta. Ustalarimiz bilan shifrlarga tortishyapmiz. Bu xonamiz mehmonxona bo'ladi. Bu xonasi patologlarni tayyorlayapmiz. Chegalarni yopishtirib mana 15 lik karnistega qo'yapmiz. Orqasiga let uchun joy bor. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizda bu to'g'rida sanuzel bo'ladi. Sanuzel. Bu joyimiz ham как ayollar mehmonxonasi desa ham bo'ladi. Yotoqxona qilsa ham bo'ladi bu yerda. Hali uy egalari bir unaqa qilishga yo'q. Bu yerda bitta sanuzelimiz bor. Bu sanuzelimiz yana ommaviy kafil berilyapti. 60 ga 120 lik kafillar. 60 ga 120 lik kafillar. Buni keyin xudo xolasa bitgandan keyin o'sha obzor qilib nech pul ketdi, nech puldan terilyapti, shunaqa narxlar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bu joydan chiqqanimizdan keyin bu yerda bitta oshxona bor. Oshxona bo'lyapti. Bahos to'g'riga oshxonaga bo'lib o'rnatiladi. Ana joy o'tirib ovqatlanadigan joy bo'ladi bari. Bu yerdan ko'tarilganimizda zina. Uyimiz общий 3 qavatdan iborat. Mansardasi bilan 3 qavat. Bu yerda bitta hol bor, katta hol. Bu yerda mana zina bor. Birinchi etaj bilan proyekt pashti bir xil. Tepa pastki pashti bir xil. Bu yerda ham shu spalni bo'lyapti, yotoqxona. Bu xonalarimiz ham xuddi shunday. Mana. Hop. Bu yerda ham sanuzelimiz bor. Bu sanuzel уже kafillarni terib bo'lindi. Xohlasa bitta bu sanuzel poli qolgan. Polga pol to'qish bo'yi istashga kuyib kafil bosasa bo'ldi. Bu joyimiz ham bitta yotoqxona. Spalni. Bitta sanuzel yotoqxonamiz bor. Ichida sanuzel bilan buni ota-onalar yotoqxonasi qilsa ham bo'ladi. Rodительskiy qilib. Mana shunday. Hozir tepaga chiqishda ham bitta qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu joydan tepaga ko'tarilsak, mansarda qismi keladi. Tom mansarda. Mansard qismimiz ham xudo xolasa mana bitib qoldi. Patologlarga shpagaloklar tortilib, tayyor bo'lib qoldi xudo xolasa. Bu joyimizda qolyapti. Endi shu joyga patologga yo abo yopishtiramiz, xudo xolasa yo kraska qilamiz. Ili podkraska abo yopishtirib, o'sha betda ustidan kraska qilib yuboramiz. Mana usta kalon bo'ladi bu. Katta usta. Nimaga? Mana.
Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishdan charchamanglar. Xudo xolasa bu joyimizni bitish arafasida yana qo'yib boramiz. Bitganlarni ham общий obzorga tashlaymiz. Xudo xolasa kimga buni narx qizig'i bo'lsa, necha pul ketgan rasxodlari qizig'i bo'lsa, xudo xolasa bizni kuzatishga davom etsalar, общий obzorga tashlaymiz. Xudo xolasa kanalimizga qo'yib boramiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishdan charchamanglar. Hamisha sog' bo'linglar.